siz bilan Univernews haftalik dayjesti. Ortda qolayotgan hafta Farg'ona haqiqati gazetasida universitet rektori Dilnoza Hajayevaning tizimda yangi loyiha amaliyotga tatbiq etilyapti sarlavhali maqolasi chop etildi. Unda korrupsiyaga qarshi amalga oshirilayotgan ishlar, yangi tizim va loyihalar haqida batafsil so'z boradi. Maqolani ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizda yuklab olib, to'liq tanishib chiqishingiz mumkin. Qo'qon davlat universitetida 2026-yil uchun doktorantura, tayanch doktorantura hamda mustaqil tadqiqotchilik yo'nalishlariga kirish imtihonlari boshlandi. 156 nafar nomzod o'z ilmiy izlanishlari va malakasini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu jarayon nomzodlarga o'z sohalari bo'yicha chuqur bilim olish, ilmiy loyihalarni amalga oshirish va keyingi ilmiy bosqichlarga yo'llanma olish imkonini yaratadi. Kirish imtihonlari joriy yilning 22-noyabrigacha davom etadi. Hafta an'anaviy kelajak soati loyihasi bilan boshlandi. Mashg'ulot davomida talabalar mamlakatimizning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqea-hodisalar bilan tanishdilar. Ushbu darslar yoshlarimizda vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlash, dunyoqarashini kengaytirish va dolzarb ijtimoiy jarayonlarga nisbatan faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Pedagogika va psixologiya fakulteti tomonidan talabalar shahrimizning qadimiy va tarixiy joylariga ma'naviy ekskursiya uyushtirdilar. Ishtirokchilar nafaqat tarixiy obidalar bilan tanishdilar, balki o'z yurtining boy madaniy merosini chuqur anglash, ajdodlar qoldirgan bebaho izlar orqali milliy g'urur va iftixor tuyg'usini his qilish imkoniga ega bo'ldilar. Hafta davomida Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti professori, pedagogika fanlar doktori Natalya Fominyuk talabalarga qator ma'ruzalar o'qidi. Shu bilan birga hamkasblari bilan ilmiy metodik tajriba almashish, qo'shma loyihalar va akademik almashinuv dasturlari bo'yicha fikr almashdi. Gumanitar fanlar va tillar fakultetida ayollarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rni va roli mavzusida tadbir tashkil etildi. Unda fakultet dekani professor Dilnoza Jamoliddinova talabalarga gender tenglik, boshqaruv lavozimlarida ayollarning faoliyati, xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va ilmiy yutuqlar haqida batafsil ma'lumot berdi. Farg'ona davlat universiteti sport zalida 5 tashabbus olimpiadasining viloyat bosqichida Qo'qon davlat universitetining qizlar va yigitlar voleybol jamoalari faol ishtirok etib, faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Shu bilan birga talabalar ligasi doirasida kurash musobaqasi bo'lib o'tdi. Yigitlar va qizlar jami 8 ta vazn toifasida g'oliblik uchun bahs olib bordilar. Kuchli va mahoratli kurashchilar orasidan g'olib va sovrindorlar aniqlanib, esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Shuningdek, ular viloyat bosqichiga yo'llanma olish imkoniga ega bo'ldilar. San'atshunoslik kafedrasi tomonidan San'atda ko'z nafasi nomli ijodiy ko'rgazma tashkil etildi. Tadbirda talabalar tomonidan yaratilgan san'at yo'nalishidagi ishlanmalar namoyish etildi. Har bir ijodiy asarda kuz faslining betakror manzaralari, tabiatning jilolangan ranglari va ijodkorning o'ziga xos badiiy qarashlari aks etgan. Shuningdek, gumanitar fanlar va tillar fakultetida milliy qadriyatlar va ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati mavzusida rasmlar tanlovi bo'lib o'tdi. Talabalar o'z ijodiy ishlari orqali milliy urf-odatlar, an'analar va qadriyatlarning bugungi hayotdagi o'rnini namoyish etdilar. Talabalar virtual muhitdagi kiber tahdidlardan xabardorlikni oshirish va raqamli immunitetni shakllantirish maqsadida Ichki ishlar bo'limining kiberxavfsizlik bo'linmasi xodimlari hamda universitet mas'ullari bilan ochiq muloqotda ishtirok etdilar. Ularga shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, bank kartalari bilan bog'liq ma'lumotlarni begonalarga bermaslik va turli ijtimoiy tarmoqlarda ehtiyotkorlik bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shu bilan birga giyohvandlik va psixofaol moddalarning zararli oqibatlari bo'yicha profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Hindistonning Jamia Milliya Islomiya universiteti Qo'qon davlat universiteti bilan hamkorlikni yanada rivojlantirishga intilmoqda. Bu haqida Dehlida nashr etiluvchi kundalik Hindustan Express gazetasi xabar berdi. Gazeta ma'lumotlariga ko'ra, Hindistondagi universitetda o'tgan uchrashuvda ikki oliygoh vakillari ilmiy tadqiqotlar, professor-o'qituvchilar almashinuvi hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalarini muhokama qilib, hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha kelishuvga erishgan.
Cholg'u ijrochilik kafedrasida Qirg'iz-Turkmanas universiteti bilan hamkorlikda o'tkazilgan cholg'u ijrochiligi integratsiyasi O'zbek-Turk-Qirg'iz milliy cholg'ulari misolida mavzusidagi xalqaro vebinar musiqiy ijrochilik sohasidagi tajriba almashinuv va madaniy integratsiyaning yorqin namunasi bo'ldi. Tadbirda ikkala oliy ta'lim muassasa professor-o'qituvchilari, magistrantlar va talabalarning faol ishtirok etib, turli xalqlarning milliy cholg'ulari, ularning kelib chiqish tarixi, ijrochilik uslubi va musiqiy madaniyatdagi o'rni haqida ilmiy ma'ruzalar tinglandi. Yosh psixologlar klubi a'zolari imkoniyati cheklangan talabalar bilan birgalikda motivatsion trening o'tkazdilar. Trening jarayonida interfaol mashg'ulotlar va hayotiy vaziyatlardan olingan muhokamalar orqali talabalar o'z his-tuyg'ularini erkin ifoda etish imkoniga ega bo'ldilar. Joriy haftadan boshlab Qo'qon davlat universitetining axborot xizmati tomonidan yangi media loyiha Univernews informatsion dasturini Telegram va YouTube rasmiy sahifalarimiz orqali 24/7 tarzida tomosha qilish imkoniyati yaratildi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan haftalik yangiliklarimizning so'nggisi edi. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.